Assalomu alaykum do'stlar. Kelinglar birinchi duo qilaylik. Bizda juda ham ko'p uy olaman deb turgan do'stlarimiz bor. Aka-ukalarimiz bor. Sizlarga ham yaqin kunlarda Allohga oson. Shunaqa chiroyli 3 sotingmi, 5 sotingmi, 10 sotingmi? Shunaqa xonadonlar Alloh nasib qilsin. Uy sotaman desangiz agar, boring berib xizmatin qilar. Doldir deya hazillar qilib, reklamalar olar qiziqib. Quyoncham deb erkalar go'ho, ko'rsatgan uy emas saroydir go'yo. Qalbi to'r emas keng unga dunyo. Ko'nglingizga yo'l topar ukam deb yo aka. Barchamiz bilgan operator beka. Arzonmi yo qiymat ko'rsatar elga. Foydasi teksin deb bilinar sizga. Xizmati siz uchun ko'rinar oson. Qalbidagi orzular bo'lmasin yakson. Operator bekaga siz duo qiling. Yo'qmasa ko'rmasdan jimgina keting. Yaxshi va yomon bekatlar sizga tinchlik va omon. Siz qo'llab tursangiz duoda bo'lib, xizmatingiz qilar yelib yugurib. Xalq sevgan o'sha operator bek. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun 2,5 sotik bo'lgan 5 ta 6 ta xonalari bor va remontlari yangi bo'lgan. Xudo xolasa kim bo'lsa ham shu olgan odam birinchi yashaydigan odami bo'ladigan ushbu suv svetlari bor xonadonimizda ko'rsatgani keldik. Quyoshga qarab tushgan juda ham chiroyli bremikalarimiz bor. Chiroyli qilib panoramli romlarimiz, akvaramlarimizni o'rnatib qo'yishgan. Sanimiz va nastiyashkalar bo'lgan. O'ziga yarasha chiroylikgina zeleniy zonamiz uchun joylarimiz bor. Va qaranglar, tashqarilarda hojatxonalarimiz joylashgan. Juda ham chiroyli ekan. Do'stlar, mana bu naryoqda yana alohida bir dush uchun joyimiz ham bor ekan. Endi kelinglar. Naryoqdan ham kirsak bo'ladi. Biz mana bu yerdan kirib turib sizlarga xonalarimizni ko'rsatib chiqamiz. Kirganimizda chap qo'limizda o'sha xonalarimiz boshlandi. Bu kattagina, juda ham chiroyli, qaranglar, aboylar, patolog hamma yo'q putgan, poli ham putgan. Bitta xonamiz bo'lyapti. Bu yerdan chiqamiz, buni oldida yana bitta go'zal aboylar o'zigacha bo'lgan, bu ham remonti tayyor ikkinchi xonamiz. Mashalloh. Endi buni oldida yana bitta bu xonamizda aboylari yana ham bir o'zgacha chiroyli ekan. Mashalloh, qaranglar. Bu o'sha uchinchi xonamiz bo'lyapti. Va bu yerdan chiqqanimizda mana o'rtadagi gravni eshigimiz ham bor. Endi bu yerdan chiqqanimizda mana bu burchakda pechkalari bor. Bu xonamizda ham o'sha remontlari putgan, pollari putgan ekan. Prosta mana bunday qilib sarfon solib qo'yishibdi, kir bo'lmasin deb turib. Buni ham aboylari juda ham chiroyli bo'lgan. Hamma yo'g'i bor. Yana bitta zalimiz bo'lyapti. Bu zalimiz o'zini so'rimizga qarab turgan yana bitta, ya'ni romi bor. Endi shu turishda do'stlar tashqariga chiqamiz. Mashalloh. Hattoki do'stlar, mana romlarimiz qaranglar. Ochiladigan qilgan ekan. Gap yo'q. Mana shu yerdan chiqa olaman men aka, chiqing. Mana. Va robotdan kirganimizda to'rda buni taylarini bir siqatib qo'ysanglar bo'ladigan qilib, kattaroq o'tiradigan bir chiroyli yozgi letniy so'ri bor ekan do'stlarim. 2,5 sotik telefon qilib kelib dokumentlarini tekshirtirib turib do'stlarim, shunday oylar maza qilib yashayapsizlar. Qirg'iziston o'sh shahri 10 chiqqaninglarda kanaldan o'tib, kanalda Teva tomonidan asfalt yo'ldan 110 larda yo'llaridan to'g'ri kelganinglarda 136-marshrutkalarda kanalchasida, ya'ni 179-ko'chada 65-xonadonimiz. O'zi bu 5 sotik ekan bu. Shuni o'rtasidan bo'lib 2,5 sotikdan qilingan ekan. Aynan ushbu 5 ta xonasi bor, suv, svet, quduqlari ham bor ekan, ya'ni suv saqlaydigan quduqlarimizgacha bor ekan. 5 tonnalik quduq ekan. Aynan ushbu xonadonimiz. Buni puli keladigan bo'lsak, $69,000 kami ham bor ekan. Do'stlar, $69,000 kami bor. 0999 bilan 19 94 46. Qaytaraman, 0999 bilan 19 94 46. Bu uyimizni paynovlari mahallamizga, ko'chaga chiqar ekan. Juda ham chiroyli qilib qo'yishib qaranglar. Mashalloh. Mana bu ko'chamiz bo'ladi. Mana bu yerdan mana bitta olib berasiz aka. Mana shu yerdan mana 10 qo'lga yursiz ham yo'llarimiz bor. O'sha yangi kanal bo'yidagi asfaltga chiqib qolasizlar, yangi asfaltga. Chap qo'limizda ham bor. Xullas 36 larda kanishkalari,